Assalomu alaykum azizlar. Qarshingizda Yangi yulduzlar jamoasi. Yangi yulduzlar jamoasi talabalardan iborat bo'lganligi uchun ularning ko'pchiligi yotoqxonada turadi va ular Zo'r TVga chiqqandan keyin qizlarga maqtanish sifatidami yotoqxonada banket uyushtirib berishdi. Ana shu banketdan original ko'rinish. One, two, three, four. Endi bu jahon suvarak bu. Yo'q, qanaqa suvarak? Holdor suvarak bu. Ay eshitganmiz, kinosi ham, ashulasi ham, rejissyorligi ham hamma yoqqa hol qo'yiradi. Bu shu suvarak. Endi yonidagi Misha suvarak. U qanaqa suvarak? Bu Misha suvarak. Qani mehmonlar keladi. Qanday mehmon keladi o'zi? Mehmonlar qizlar keladi, qizlar. Bu menga qara. Uni ularni to'g'ri hammasi kalbasalarni Sen qirqib. chaqirdingmi qizlarni? Men emas, buni O'zingni olaytirib sen chaqirgansan, ha? Men chaqirdim. Nima, meni xonam yotoqxona emas senlarga. Yotoqxona-ku endi. Yotoqxonalik yotoqxona degan qizlar chaqir degani emas-ku. Ey, zo'r qizlar. Qarshi videolar. Ey, Ali, nega sen kostyum shim kiyib olding? Endi shu Zo'r TVga qanday chiqqan bo'lsam, qizlarga ham shunday ko'rinmoqchiman. Boshqa qizlar kelgan payt sizlar kiyasizlar. O'z xonada bitta kostyum shim. Mayli. Mayli, ol. Mirji qayerda? Nima qilyapsizlar bu? Ha, jin. Ular qaysizlar? Bizilda asblarni qo'yib nima qilyapsizlar? Yo'qol hamma xonangga chiqib ket, tushundingmi? Ey, banket qizlar keladi. Qizlar. Bilmayman men, kiryapman bu yerda, tushundingmi? Qanaqa kir? Ahmoq qizlar keladi. Qizlar keldi. Qara. Eshikni. Ochma! Mana bu eshikni moylash kerak ekan. Ey, Ochmay tur. Men bunday tursamikin, bunday. och qizlar. Ochaman mayli. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा Ishaningni muzikasi. Och qizlar kutish kerak. Tur, kutib ol. Qani kelinglar. Turlaring qizlarning hinchasiga kutib olamiz. Kutib ol. Kelinglar. Kelinglar. Kirlar. Stop. Stop. Qo'lingni ol. Guruch teping, guruchda. Guruch tepinglar. Ular qay osh yo'q endi. Yo'q. To'g'ri. Qani ketdik unda. Ha, kir olib. Qani qizlarni olib kiramiz, Mayli. ketdik. Qarab keling. Hey, qayoqqa olib ketaysan qizni? Men bu yerda o'tiraman. Yo'qda o'tiramiz. Qara, olib o'tir, oldan olib o'tir, yeb qo'yadi hammasini olib. Ey, mehmon-ku bular. Olinglar. Mana uni ko'rdinglarmi? Bu Maniki bu, ha. Kiyim yuvamiz-ku qizlar. Mana shuni ustiga kiydirib quritamiz. Nima detsalaring xonada dazmol yo'q, tekis quriydi-da. Qani qizlar choy foydani olib o'tiramiz. Qani qizlarga Kamola mana choy quyamanda. Endi necha qoshiq shakar solay? Men o'zi uyda bir qoshiq solaman. Mehmon-pehmonlarga borib qolganda 3, 4, ba'zan 5 qoshiq ham solib ichaveraman. Unda o'zingizni uyingizdek bo'lib o'tiravering. Olamiz. Maniki chiqarib tashlayman. Chiqarib tasha manikini. Mayli, qizlar olinglar. Tur o'rningda, tur. Tur, o'tir endi. Milliyondagi Alisher aka kelibdi. Ha, oynadan qarab o'tiribdi. Men bir gapni eshitib qoldim. Shu milliondagi Alisher aka oldin Yangi yuzlarda o'ynagan ekan, ha. Nega millionga o'tib ketdi? Senga million bersa, sho'rtanda ham o'ynaysan sen. Lekin zo'r chiqadi Alisher aka. Ha, eshitganman. Uzoqdan ko'rsam taniyman-da Alisher akani. Yo'q. Shunda ko'raman, kayfiyatim ko'tarilib ketadi-da. Rollar o'ynashni ko'rganmiz, Ha, men ham bilaman Alisher akani. Vobshim zo'r chiqadi. Hey, bolalar kelinglar, Alisher aka bilan bitta rasmga tushib olaylik. Ha, jinni bo'lib qol, hammani oldi. Mana bitta rasm tushinglar. Bor. Alisher aka, keling, aka, bitta rasmga tushib olaylik siz bilan. Keling. Rasmga olib qo'ying, selfie qilib ol. Ha, turib olaylik. Shuni o'rtadan bosib olsangiz bo'ldi. O'zingiz ham tushing, selfie qilib bitta tushing. Selfie qiling, Alisher.
Mayli, rahmat. Selfini o'chirib tasha. Hali ekan san'atkorlar turg'izish. Shunaqa bo'ladi. O'chirdingmi selfini? Ha, bo'ldi, o'chirib. Shunday bo'ladi san'atkorlarning sizdan ko'rish. Qo'y mana ularda, qo'y mana u. Yaxshi niyatlar, tilaklar aytamiz. Qani, bizlar baxtli bo'laylik. Ha? Lekin sekinroq baqir. Hozir komendant kelsa o'lasan ana endi. Komendant kelsa yomon qiladi lekin. Qani choyda. Dorime, interimo ad appare dorime. Qo'rqib ketdilaringmi? Qo'rqib ketdingiz-a? Ha, nima qilyapsizlar? Ha, banket qilyapmiz, Zo'r TVga chiqdik-ku. Zo'r TVga chiqibsizlar, tabriklayman. Rahmat. Zo'r, ha, bu qizlarni zeriktirib qo'yibsizlar-ku. Ha, o'shanga o'tiribmiz, nima qilishni bilmay. Ha, men Zo'r TVga mana Jahongir Pozjarov meni do'stim bo'ladimi? Ha, shuni men chaqirib qo'yganman yotoqxonaga. Bir o'zi nima? Yo'q, moshin boshliqlari, jo'ralari bilan. Bugun unda konsert bo'lar ekanda, bemalol konsert bo'ladi. Yo'q, vaqt yo'q ular, tez-tez ketadi, to'yi bor. Tez-tez aytadimi qo'shiqlar? Tez aytadi, ketadi bular. Unda san'atkorlar chaqiring qo'shiqlarni. San'atkorlar. Vay bosim, o'balla. Yomg'ir yog'di qizaloq. Mo'ji chektirdi qizaloq. Ey, bore. Voy. Oynaymiz hammamiz rock and roll. do'stlar, bularning hammasi hazil edi. Yoshligimizda bizlar televizorga qarab turib, havas ko'zi bilan qarardik. Chunki san'atkorlar, aktyorlar, qo'shiqchilar chiqardi. Mana ulg'aydik, san'atkorlar chiqdi. Lekin kim o'ylabdi deysizlar? Bizlarning o'rnimizga Jahongir Poziljon chiqib ketadi deb ko'tarildi. Kim chiqib ketadi deb o'yladingiz? Jasur Umir chiqib ketadi deb o'yladim. Rahmat azizlar, qarshingizda yangi yuzlar jamoasi bo'ldi. Qo'shiq. Yaxshi hazillar aytganda muxlislar
sizlar bilan Yangi Yulduzlar jamoasi bo'ldi. I should